Assalamu alaykum Mehmet To'xta Efendi. Uyg'ur davosi hozir bir qonuniy tartib tarafga yo'linishga qarab ketyotidi. Ham bu yerda qonun, ya'ni sud bo'lganligi uchun bu yerda dalil isbot nihoyatda muhim o'rinda turdi. Uyg'urlarning shu Uyg'ur sudi jarayonidagi aktivligi borgan sari yo'qolib hozir nurg'un odamlar guvohlik berishni rad qiladigan yoki bo'lmasa guvohlikniki haqiqiy unumini sal qaraydigan bir ahvol mavjud. Siz shu Dünya Uyghur Qurultayı Qonun Komitetining mudiri, advokat, Kanada hukumatiningki bilan munosabatli bir qism qonuniy delolarni siz bejiryapsiz. Bunda bu nuqtadan qaragan chaqda Uyg'urlar nimalarga diqqat qilish kerak? Qonuniy jihatda shu guvohlik berish ishlarini bundan keyin qanday bir yo'nalishda rivojlantirish kerak? Bu to'g'riliq so'zlab bersangiz. Ko'p rahmat. Bu Dünya Uyghur Qurultayı'nın Qonun Komiteti qurilgandan keyin ikki qitim shu qonuniy jihatdan Uyg'ur rahbarlarini tarbiyalash haqida o'zimizning maxsus komitetga ajratgan pul bo'lmagandan keyin shu qurultayning yig'inlarida uni men tashabbus qilib, hatto qurultay rahbarlarini qonun jihatdan tarbiyalash qo'llanmasi tayyorlab, uni inglizcha, uyg'urcha qilib, uni taqatgan bo'ldik. Lekin men tashkilot rahbarlarimizdan unda bir qizg'inlik ko'rmadim unda. Rost gapni desam, Pragada nim qilgan bo'ldik, Myunxda qilgan bo'ldik. Qatnashganlarim bo'lmadi. Hatto maxsus xalqaro kishilik huquq advokatini taklif qilib opadim men. Maqsad birsi qonun hukmini o'stirish, tashkilot rahbarlarimizdan xalqimiznikini nim qilamiz-mi? Yana birsi xalqarada shu Uyg'ur qirg'inchiligi, Uyg'urlarga ishlangan insoniyat qarshiligi jinoyat, majburiy emgak, qulluq, bu ig'ir so'zlar, qonuniy atalg'ular. Bu qonuniy atalg'ularni xalqaro qonunda mas'uliyati surishtirilgan, javobgarligi surishtirilgan, hatto jazolanadigan jinoyat qilmishlar. Shunlashqa biz bu atalg'ularning ma'nosini, ya'ni ma'nosi deganda Uyg'ur so'z bilamiz, ammo qonuniy ma'nosini, xalqaro qonundagi uning ta'rifi aniqlamasini. Shuni bilmay turib, bu atalg'ulardan kelib chiqqan qonuniy mas'uliyatni surish qilmaymiz. Shuning biroz harakatlar bo'ldi, lekin qarasak qarindoshlarda toza qiziqish bo'lmadi. Anda bo'lg'achqa hech bo'lmasa shu Kanadada o'zimning bor imkonlaridan foydalanib ba'zi qonuniy harakatlarni olib boraylik deb Kanadaga markazlashdik. Degandek, masalan 14 Xitoy bilan ish qilgan Kanadaning cho'ng shirkatini Kanada federal hukumatining tekshirish nimasiga ba'zi qonuniy hujjat tayyorlab, uning hozir 2 haqida doklad tugidi, birisi e'lon qilindi, birisi e'lon qilinish oldida cho'ng g'ulg'ul qo'zg'adi. Nima deganda, bir Kanada hukumatining tekshirish nimasi organi Xitoyda faoliyat qilgan Dynasty Oltin shirkati degan bir shirkatning Uyg'ur majburiy emgigidan naf ilayotganligini jazmlashtirib, buni rasmiy hukumatning, davlatning rasmiy arxiviga kirgizdi. Va uni bilan qolmay, Kanada federal ministerliklar va butun organlarning bu shirkatlar bilan bo'lgan moliya munosabatini kesishni talab qildi. Anadan keyin agar bu shirkat kerakli tadbirni olmasa, Kanadaga mal akirish, mal chiqarish, tijorat ruxsatining bekor qilinganligini uqtadi. Bu cho'ng bir narsa. Undan keyin boshqa biz arz qilgan shirkatlar odatda yaqin kelmaydi bu shirkatlarga. İsimlerden mesela Hugo Boss deymiz, Ralph Lauren deymiz, Diesel deymiz, Gas deymiz, Walmart deymiz. Bu şirketlerge normal Nike deymiz. Bu şey mesela biz bilen hazır nima qilyapti? Qanday qilib shu qanday qilsak shu davada voz kechishlar. Chunki buning oqibatini ko'ryapti, qonunning kuchini his qilyapti. Anadan ki yana birisi, shu 10 ming Uyg'urning akilish masalasi. Qarindoshlar buni qandaqdir Kanadaning bir insonparvarlik nimasi deb tushunib qoldi. 10 ming Uyg'urning akilish qarorining kirishiga qarasak, kirish bo'limiga 4 moddalik bir ixchamlangan bir xulosani ko'ramiz. O nima desa, Xitoy Uyg'urlarga va Qozoq
qatorliq turkiy millatlarga Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizishni davom qilyotdi. Bir. Ikki. Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarga qarata chegara halqigan bostirishi kengayyotidu. 3. Chet eldagi ba'zi davlatlar Xitoy bilan hamkorlashib, Uyg'urlarni Xitoyning besim bilan Xitoy qaytaryapti. 4. Kanadaning xalqaro qonundan o'ziga tushgan javobgarligi bo'yicha bu Uyg'urlarni qo'g'dash qonuniy mas'uliyati bor. Shuning uchun 10 ming Uyg'ur Kanada. Ma qonuniy jarayonman. Mani shuni sharhlash uchun da'vataman. Pat-pat bizning qurultayning ba'zi yig'inlarida irqiy qirg'inchilik masalasida bak undaq jiddiy muzokara qilib ketmaymiz. Irqiy qirg'inchilik ahdnomasining 3 qonuniy nimasi bor. Oyig'i bor. Birisi irqiy qirg'inchilikning oldini olish, prevention of genocide deymiz. Ikkinchisi irqiy qirg'inchilikqa chetishlik hukumat amaldorlarini jazolash, punishment deymiz. Uchinchisi irqiy qirg'inchilikning qurbonlarini qo'g'dash, responsibility to protection doctrine degan shu. Ya'ni irqiy qirg'inchilikni to'xtatding ya oldin. Ma'qul. Irqiy qirg'inchilik jinoyat ishlagan jazolading. Ma'qul. Uning qurbonlari nima bo'ldi? Hozir Kanadaning akaga 10 ming Uyg'ur shu qurbonlarni qo'g'dash 3-chi nimasi bosqichi shu irqiy qirg'inchilikning yoki 3-chi oyog'i shu ijro bo'lyapti. Bu qonuniy jarayon. Shunlashqa mushu ishlarning mushundichilik vujudga kelishida shu bergan guvohliklarning to'plangan materiallarning va to'plangan materiallarni muvofiq shu qonuniy ramkaga silib muvofiq organlarga shu qonuniy asoslar bilan sunganning natijasida bu bo'lyapti. Endi Uyg'urlar hozir demisimi guvohlik berishdan biroz suslashdi yoki deydiganni deb bo'ldik. Yo deydiganni hech kim deb bo'lolmadi. Chunki Yahudiylar 70 yildan beri deb tugitib olmadi. Yahudiylar hech kim dunyo urushidan to'xtab qolmadi. Holokost qaror chiqqandan keyin to'xtab qolmadi. Mana hozirgacha da'vatdi. Chunki bu tugamaydi. Xitoyning bizga ilib borgan bu jinoyati 2 qiz yoki 4-5 odamni guvohlik bilan tugab qolgan bir jinoyat emas shu. Buning psixologiya tarafi bor, jismoniy tarafi bor, yo'qolib ketganlar bor, qulluq bor, qiyin qistoq bor. Anandikin insonlarni majburlab o'zining dini, milliy nimasidan cheklash bor, bolalarni ota-onasidan orab o'tish bor, talant taraj qilish bor, mol mulkini, ya'ni hamma narsa bor. Buningdan biz hatto qanchaligini hujjatlashtirib oldik. Anandan keyin bu Xitoylar bu irqiy qirg'inchilik siyosatini bir robot orqali ijro qilmadi, odamlar orqali ijro qildi. Biz shu Xitoyning shu siyosatni tuzib chiqqan markazdagi 5idan hatto shuni ijro qilgan tuvallargacha qatlam qanchalar Xitoyning ismini bilamiz. Bilamdik. Bu Xitoylar nima vazifalarni qildi, qanday mas'uliyatga ega etdi, buni bilamdik. Bilmaymiz, ya'ni qo'limizda unchalik narsa yo'q. Anadan keyin noyi, yizi. Bu chet ellik Uyg'urlar vatanning har qanday yerlariga tarqalgan. Ya'ni chet ellik Uyg'urlar hozir vatandagi har qanday bir yizi, har qanday noyidan ma'lumot ola oladigan bir nimaga ega, biz manbaga ega. Chunki ya o'zimiz, ya to'nag'anlarimiz, ya qo'shnilarimiz, ya do'stlarimiz shu vatanning har xil yerlariga taralgan ya shu yerdan kelgan. Unda bo'lg'achqa men shimolning vaziyatini bilmasligim mumkin. Boshqa birisi qog'iliqning vaziyatini bilmasligi mumkin. Hammamiz o'zimiz turayotgan urug' tuqqanlarimiz orqali ba'zi vaziyatlarni bilamiz. Shuni qanchalik hujjatlashtirib oldik. Qo'limizda nima bor? Shunlashqa oxirida men o'ylab yetib, balkim qarindoshlarimiz bu shu hujjatlashtirish, dokumentlashtirish deganda shuni ma'nosini bilmish kerak deb $10 ming pul to'plab bir yerdan bir Yahudiyning xotirasini Uyg'urchaga tarjima qildik. Viktor Franklning. O Viktor Franklning nimasini tarjima qilishda men bir Yahudiylarning nimasini tashviq qilish uchun emas. Uyg'urlar shu hujjatlashtirishda, paket to'plashda qanday narsaga diqqat qilish kerak ekan. Bir Yahudi jazo shu Xitoyning Gitlerning lagerdan chiqqan bir Yahudi eslimisida nimalarga yer beribdi. Qanday psixologiyalik, jismoniy va ruhiy bosqichlarni beshini o'tkazibdi bu odam.
Şunun Uyg'urlarga aks etgan parallellik nimasi qanchalik? Uyg'urlar shularning qanchaligini beshini o'tkazyapti. O'tkazgan bo'lsa, qanchaligini Uyg'urlar xotirlayapti. Bir qancha men musiqallar kirdim, Yahudilarning shu erkak qirg'inchilik oid. Shu yerda ko'rgan narsamiz tanka, aeroplan, jazo lagerini rasmlar emas. Shu jazo lager kirgan insonlarning ishlatgan bir parcha qog'oz, bir parcha raxt, ayollarning chochlari, kiyim-kechaklarga yozilgan narsa, tomga sızilgan narsalar. Bu shunday. Ya'ni nomsiz yozilgan xatlar. Bu shunday narsalardan shakllangan. Bizning bularni qanchalik qila oldik masalan. Jazo lager xotirasi yoki jazo lagerlarda insonlarning psixologiyalik ahvoli, parcha narsalar bo'lgan bilan shuning qanchalik bu maxsus tema sifatida bunga ishildik. Shunglashqa Uyg'urlarning jazo lager tajribasi va 5 yil o'tgan kechirmishlari texi hozir bayon qilingani 1% ga yetmaydi. 99% yani köməklik. Bizning Uyg'urlar bilan tang uni köməyitishga bo'lmaydi. Şunlaşqa bu mesele içilmay turib, bu mesele to'liq aks etmay turib, bu mesele Uyg'urlarning hayotining bir parchasiga aylanmay turib, bu ishdan biz undaqiligi o'zimizni topolmaymiz. Yo'qolib ketgan kimligimizni topolmaymiz. Shuning uchun bu muhim. Anadan shu bolalarning ota-onasi ayrılıb Xitoylarning atalmış devlet egelerindeki mektepler Uygur balalarını yetmiş. Bu Uygurlar hazır biz pek paranlaşması kaldık bu meseleni. Halbuki erkek kırgınçılıkның 5 tariflemişinin 5 elementi var, ameli var. Birisi bir milletni yoki grupni qisman ve bütün halda öldürüş. İkinci bir milletni ve grupni qisman ve to'liq holda jismoniy ve qiyinqistak qilish ruhiyni o'ziga olgan. Üçüncüsü bir milletning halak bo'lishini keltirib chiqaradigan sharoitlarni hazırlash. Dördüncüsü bir milletning ya grupning tabiiy tug'ilish nimasini cheklash. Beshinchisi bir grupning yoki milletning bolalarini boshqa grupga yetkash. Bu erkak qirg'inchilik. Yani bunu biz qanchalik bilamiz. Xuddi buni halaqay Uyg'ur bolalari Xitoy maktabga borgandak ya davlat nimasidan o'qigandak hozir Xitoy matashvaqatni qilyapti. Davlat egolab bularni aytar. Halbuki bu erkak qirg'inchilikning omilining birisi. Bolalarni bir Uyg'ur oilasidan madaniyat, ijtimoiy va diniy muhitdan arab Xitoyning nimasiga berdi degan gap, Xitoylashdi degan gap, kallasi yuyildi degan gap. Bu bolalarning o'tmish bilan munosabati kesildi degan gap. Bu balalarning kimligi, bu balalarning hamma nimasi o'zgardi. Bu balalar chiroy shakli bak o'zgarmagan bilan ichki dunyosi va kimligi boshqadan bir kimlikka erishdi degan gap. Ya'ni bu bala qaytadan loyilandi degan gap. Ijtimoiy injenerlik degan shu. Bu erkak qirg'inchilik. Shunlashqa mushu masalani biz qanchalik muzokara qilyapmiz. Shuning uchun hujjatlashtirish ba'zi narsalarni deganda hammadan o'zining xotirasini nashr qilmasimi yozib qo'ysin. O'roq tuqqanlarining ismini yozib qo'ysin. Yo'qolib ketganlar, anglaganlar olsa yozib qo'ysin. Bir yerda tursin. Bütün Uyg'ur xalqi qilsin buni. Ashulardan masalan nimaning muhimligini o'zlari hukm qilmay, bilganlarning hammani yozsin. Uning nimaning muhim emasligini o'xshamagan advokatlar uning o'zlariga muhimligini deb qoladi. İctimai tadqiqotchilar uning uchun o'zlariga muhimini deb qoldi. Psixologlar boshqa yerdan muhim narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni hamma narsani xotirlash kerak. Shunlashqa Uyg'ur xalqi bundan keyin mushga e'tibor qilish kerak. Bu qonun masalasiga, o'sha dalil to'plash bu deganlarga e'tibor qilish kerak. Köptün köp rahmet bu kanuni tertip cihetten ait tafsili bir tushuncha berdiniz. Men balkim bundan keyin Uyg'urlarning bu dalil isbotga bo'lgan ko'z qarashi buning bilan xiljiq o'zgarish mumkin deb o'ylayman. Rahmat. Bo'ldi, arzimaydi. Inshaalloh shunday bo'lgani yaxshi. Assalomu alaykum Gulzira xonim. Siz muhojiratga chiqqandan beri mushu irqiy qirg'inchilik to'g'riliq guvohlik berib kelyapsiz. Hamda bu xildagi yana Nyu-York shahrida echilayotgan bu irqiy qirg'inchilikni to'xtat nomidagi bu yig'in nihoyatda ko'lami zo'r bir cho'ng yig'in. Endi siz bu yig'in qatnashish, guvohlik berish jarayonida
nimalarni his qildingiz? Irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan mush vaqtda xalqaro dunyo bu irqiy qirg'inchilikqa qanday bir muomala qilyotidi sizning nazaringizda? Siz bu to'g'riliq bir so'zlab bersangiz. Рахмет. Мен өзім бір қазақ милләтінде түрмеден аман есен жолдасымның арыздануымен шықтым. Одан Қазақстанда да тоқтатпады. Денсаулығым байланысты Түркияға келдім. Түркиядан тоқтатпай Америка үкіметі алып келді. Ал енді мен Америкаға келгенде бір еркін дүниеге келдім дедім. Бірақ жан жағыма қарасам, Қытайдың мәжбүрлі еңбектерін Омарттардан, Маршалдерден бәрін көрем да, Чайна деп тұрады. Сосын мен ойлаймын, ой мен мәжбүрлі еңбекте ішлеп тұрсам, малдар мен сияқты ұйғырлардан, менің қолымнан шыққан қазақтардың тауарлары ғой. Бұл Америка өкіметі неге бұларды тоқтатпайды деп өзім сонда ес қыламын. Бірақ Қытайда қазір ешқандай нәрсе лагер жоқ, оның бәрі өзі зауытқа өз еркінмен ішлеп жатқан дейді. Бірақ та лагер әлі тоқтаған жоқ, жалғасып жатыр, ұйғырлардың көбі жоқ. Қазақтар Қазақстанға бірдекілі келгенде айтып кетеді. Сендер қазақ болғандықтан сәлем айтыңдар, біздің күніміз қиын деп көп адамдардан естимін. Бірақ бұл мәжбүрлі еңбек жағына келгенде Америка халықаралық жағынан Қазақстан арқылы, Қырғызстан арқылы Америкаға кіріп жатыр. Сол үшін мен қатты сол Қытай тауарына салиқса салуды талап етемін. Көптен көп рахмет. Siz lagerda turib atgan chaqda majburiy emgakka qatnashgan, majburiy emgak guvohchilarininki birisi. Hamda siz xalqaroga ya Uyg'urlarga shu qulluq emgakni to'xtatish to'g'risida har bir odam nima qilish kerak? Bu to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Men құлдық зауытта ішлегенде пәлай тікем, ұйғырлар бар, оның ішінде қазақтар да бар. Ол пәлайды Қытай ақшасында 10 тиыннан Қазақстан, Қырғызстан арқылы Америкаға келеміз деген. Менде пәлайдың маркасы WS бар болатын. Бірақ ендігі айтатыным, әр ұлт қалқарада, әр миллет ұлт қалқы Қытайдың әзіргі түрмелерге қамап жатқан, құлдық зауытқа ақша бермей іштетіп жатқан тауарларын алмауына шақырамын. Және де Чайна деген тауарды алмау керек. Чайна мен сияқты адамның қолынан шыққан. Өз жерге 10 тиын ақша бермеген, ақшасы берсе де банкеге байлап тастаған, бір өмір қайтарамайды. Бір жүк пәлай 10 тиыннан болса, 7 адамның қолынан шығады екен, өзіңіз ойла. 7 адамның қолынан шығады. Мен ішлегенде 20 пәлайда бір күнде 11 талын тіктім. Бір күнде 11 талын, 14 сағат отырам. Сонда бір айлығым деген Қытай ақшасында 220 сом ба, сондай алдым. 3 айда алғаным, 3 айда, бір ай емес 3 айда дегенім. Ол қазір Қытайдың тауары Қазақстанға кеп жатыр, Қырғызстанға кеп жатыр, Еуропа арқылы Америкаға кеп жатқанын мен дәлелдей аламын. Маршалға барам, Омартқа барам, Чайна деп тұрады. Маркасы басқа Чайна. Бәрі халықарада Америка Бірлескен Дәулеттерден және ақпарат құралдарынан Қытайдың мәжбүрлі еңбегін алмауға шақырамын. Келген қызметкерлерін тоқтатуға шақырамын. Ол жерде біздің құл болып істеген теріміз қалды, шашымызды кесті, дүкендерге барсақ шаштары тұрады, момайлардың шаштарын көремін. Оның бәрлігін енді халықара ешқашан әділдік шындық жақта деп ойлаймын, өйткені біз түрмеде азапталған адам. 15 ай түрменің ішін көрдім, ол кезде ұйғыр әйелдерді зорлық зомбылыққа түнде кетіп, таңертең кеткенде бет аузы қан. Одан жолдасым арыздан мен құлдық зауытқа барғанда бүткіл ұйғыр қазақ не үшін? Қазақ болғандығын, ұйғыр болғандығын, халықараны алдау үшін мындай жұмыс істеп жатыр дейді. Оның бәрі Қырғызстанда бар, Қазақстанда бар. Осы Америкадарда, магазиндарда көрем, Чайна деп тұрады. Мен бір түрлі дүниеге бұл Америкада енді әділетті жақтайтындар Қытай тауарын алмас екен, келген қызметкерлер салиқса сат екен, бізбенен дәлелдес екен деп соны ес қылам. Көптен көп рахмет қымбатты уақытыңызға. Ассаламу алейкум Райима ханым. Bu 2 kunlik yig'inning asosli temasining birisi majburiy emgakni, qulluq emgakni to'xtatish Sharq Turkistondagi. Hamda nurg'un odamlar bilgan bo'lsin, bir qismlar yana bilmasligi mumkin. Shu 2 yilning oldida qurilgan majburiy emgakni to'xtatish tashkilotlar birligi deb bir uyushma bor hozir. Siz shuning ichida Dunyo Uyg'ur qurultiyi mush to'g'riliq bir tushuncha bergan bo'lsangiz, chunki majburiy emgakni to'xtatish mushu uyushmaninki birlikninki xizmatlarining
ta'siridan bo'yotidu nurg'un xizmatlar. Dunyo buni to'niyotidi. Ham buning orqada nurg'un jafoliq ajr xizmat tadqiqotlar olib berilyotidi. Mushuni bir Uyg'ur jamoatiga tanishtirib bergan bo'lsangiz rahmat. Aleyküm assalom. Ko'p rahmat. Bu İngilizce and Uyghur Forced Labor Coalition deydi. Uyg'urcha Uyg'ur mecburi emgakni to'xtatish birligi. Bu en başta Angliyada kurulgan 9 teşkilat bir yerga kelgan. Şu vaqtda Dünya Uyghur Qurultayıdan men vekil bolup şu yig'inga qatnashgan. Angliyada bu qurulgandan keyin buni xalqaralaştırmız deb Amerikadagi teşkilatlar bilan aloqalashgan bo'ldi. Keyin bu cho'ngayib, hozir mening bilishimcha 400 ortiq teşkilat en hareketlik teşkilatlar Amerikada. Amerikadagi şu mesela qonunlarning chiqishi, nurg'un faqat qonunlar emas, nurg'un tashkilotlar yoki şu company shirkatlar, nurg'un shirkatlarningki mecburi emgak mahsulotlarini boykot qilishiga qattiq harakat qilayotgan tashkilotlarmi şu en köpü Amerika'da. Angliyada mı naiti güçlük faaliyetler boğatıdı. Bununki hem de en baş rol neme qilayotgan, oynayotgan Anti-Slavery International. Bu qulluq qarşı xalqara teşkilatı. Anti-Slavery bütün dünyadaki teşkilatlarga tonulgan bir teşkilat. Bunun da Chloe Cranson degen hanım Angliyadaki işlağa məsul, Amerikadaki işlağa məsul, yani ayrım bir hanım bazır, isimden çıxdı ismi. Hem de biz Uygurlarınki asaslık bir yerdeki rolü biz şu haqiqi mecburi emgekning boğatqanlığı ve şahitlarınki iş izleri ve şularning hikayeleri muşularni biz bu bir yerga anlatımız. Aktivistlar arqılıq, biz arqılıq bularga ma'lumot berimiz. Am bular hem de şu bularning xizmeti burundan tatib faqatlam Uyg'urlarning emas, burun hatta O'zbekistonda şu mecburi emgak mevcut bo'lgan, şu mecburi emgakni to'xtatishga nurg'un bular xizmat qilib, xalqaradan ko'p natijalarni qazanğanke. Şu tecrübeli boğaşqa bular şu işlarda bizge yetekçilik qılatıdı. Bizninki rolümüz bularga asaslık şu iş izler ve boğatqan paketler, onunkin haqiqatni anlatış. Köpten köp rahmet demek. 400'ün artıq teşkilatınki birleşişi bilen bu Uyghur qulluq emgakini to'xtatish xizmati bir necha yildan beri davomlashib etibdi. Xizmatinglarniki texim utuqliq, muvaffaqiyatli bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum Mikrogul xonim. Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi davomlashyapti. Xitoy har xil shaklda dunyoning ko'zini bo'yayotgan bo'lsa-mu, Xitoy o'ziniki bu qirg'inchilikni to'xtatgani yo'q. Faqat shakl jihatda o'zining har xil nayrang ilmiy kirbi bilan dünyani aldashga urinayotdi. Uyg'urlarninkimi bu jihatda qilgan xizmatlari xalqaroga bir xil yetishmayotgandek, Xitoyninki abtibashirisini to'namayotgandek yoki uningga ko'nib qolgandek bir xil ahvol bor. Siz bu tarafdan Uyg'ur xalqiga, muajiratliklarga qandaq bir chaqiriqlarni berishni, tavsiyalarni xohlaysiz? Bu to'g'riliq so'zlab bersangiz. Buldu, ziyaretimizə köp rəhmət. Biz həm də hazırdan başlap, məsələn 2018-dən başlap mən kirişdim, 2017-dən başlap mən qıptıqə, 2018-dən başlap da əvcəyə çıxdı. Lakin bütün ştatdakı, bütün dövlətdəki Uyğurlar namayış qatnaşıb, hər xil fəaliyyətlər qatnaşdı. Uyğurlarning çıxıb işləri, əlaqəmə bu Xitay bilan bo'lgan işləri bir dərəcə xeyli yuqori sifatga chiqdi. Amma şu 2020, 21, 22'nin ahırdan başlap, hazır Xitayga, Amerika, başqa dövlətlər olsun, nurg'un ig'ir siyosatni tushagəndən keyin bu Xitaylar Uyg'urlarni psixik jihatdan, məsələn, hissiyat jihatdan
aldab, har bir ailelerge saçlar berip, mesela ularning aloqa nomerini elib, bütün chet eldagilarga hozir bir-birlab telefon qilyapti. Bu mata ma'mi keldi. Akani qo'yib beramiz. Achaң bilan ko'rishtirib qo'yamiz, ota-onang bilan ko'rishtirib qo'yamiz. Agar bizning deganimiz bo'yicha qilsang, biz turmush ko'rishtirib qo'yamiz, ularni qiynamaymiz degan bu psixikalik hissiyot jihatdagi aldamxonliqqa Uyg'urlar tushib ketib bordi-ku. Tushib ketdi, ammo bu Xitoyning u qirg'inchi qattiq to'xtab qolmaydi bu degan yolg'onchilik. Bu ma'mi keldi hatto. Vatanga qaytib kel, hatto hozir viza beryapmiz, yo'llar ochildi, vatanning ahvolini ko'ringlar deb nurg'unlar aldamga tushdi. Vatanga berib, yaxshi biz deb quvvatida, lekin kelganini tez ko'rib baxmadik. Kelganlar qandaroq o'zi biladi. U Xitoylar borgandan keyin hammaslar ular bilan ozroq bir narsalarni tuzdi hamda, to'xtamlarni tuzib qildi degandek ahvollar bor. Shu bu baribir Uyg'urlarning orasidan ayrilib Xitoyga setildi degan gap. Shunda bo'lib shu mentallik psixik jihatga hissiyotga olinib, opam bilan ko'rishdim, dadam bilan ko'rishdim, unda o'sni namoyishga chiqmay yoki ma guruhdan chiqdi, ya Uyg'urlarning ishlar chekina degan Uyg'urlar bekchi qo'yib ketdi. Chunki Xitoylar bizning mana shu 50 necha yilning yanqisi bizning hissiyot jihatdagi taktikasini tushunib bo'ldi-ku. Tushunib bo'lgandan keyin bizning ideyamiz, irodamiz kuchli emas ekan. Men shu Uyg'urlar shuni demoqchi, ideyamiz, irodamiz kuchli bo'lgan bo'lsa, mushkunga qolmaydik. Chunki mushta amdi avajiga chiqadigan vaqtda Uyg'urlarning bunday psixik jihatdan aldab Xitoylar to'xtatib qo'yib, sotib qo'yib, ma haqiqiy qilayotganlarning ishini yolg'onga ko'rsatish uchun dunyolarga shu o'yinni o'ynayotdi, bu amaliyat o'yin. Ammo shu o'yinga kirib ketganlar, ularning oqibati hamda o'zi xiyol qildi, texmi eg'irlashib ketdi. Agar hamda aqlli Uyg'ur bo'lsa, mushunga aldanmay, yana mengayversa, bütün dünya hazır bizningki nurg'un ishki bilan o'tkazib bo'ldi, nurg'un bilan o'tkazmoqchi. Boshqa davlatdagi Uyg'urlarning hayotini, turmushini kapolatga erishtirmoqchi hozir. Mushni erishtiryapmisin, mushu Uyg'urlarni o'zining qanot ostiga olamisin, mush davlatlarda hozir Xitoy taktikani o'ynayotdi-ku. Agar Uyg'urlar aqlli bo'lsa, mushning ishini ketmay, yana shu qilayotgan shu siyosiy faoliyatlarini bizning ovozimiz bo'lganlarning oqimizni tirek turib, mushni texnik boshlab mangsa, İnşallah bizning mush qilgan ishlarimiz hammasi natija yaqinda ko'riladi deb o'ylayman. Chunki men bunga cheksiz ishonaman. Chunki meningmi singlim bor, akam bor, opam bor, dadam bor. Ularmi yosh, men o'yiniki advali qizi. Men 7 yil ko'rishmadim, endi yaqinda rasmlarni avatib, men bilan ko'rishtirib, vatanga keling, siz Amerika citizen bo'libsiz, keling deganlar bor. Qancha Amerika citizen bo'lib bo'lsangizmi, u yerga bordingiz, men nechilik qilgan ishingiz nol bo'ldim. Bizning davlatimiz ayrim mustaqil bo'lib bo'lmoqcha, ota-onamiz, zaminimiz haqiqiy erkinlikka kapolatga erishib bo'lmoqcha, bu Xitoylar to'xtab qolmaydi. Shuningga bu Xitoyning maqsadi ham mana Uyg'urlar keldi. Bularning qilayotgan ishlari yolg'on. Biz Uyg'urlarni qiynamdik, xotirjam kelib ketyapti degan o'yinni ko'rsatmoqchi. Shuning bilan bizning qilayotgan bütün ishimizni nol qilmoqchi. Nol qilgandan keyin u vaqtda davlatlar ishonmaydi bizga. Ishonmagandan keyin Andan keyin u vaqtda Xitoyni o'ltirib, Uyg'urlarni o'ltirib deb, butunlay oilaviy qirib etamdi. Keyin amada qirdi desak, u vaqtda boshqa davlatlar bizning gapimizga ishonmaydi. Shuningga Uyg'urlarning sagak bo'lskan, aqlliq bo'lskan, mush yo'lda to'xtab qolmaskan, Xitoyning aldamgan qaltisi qat tushmiskan degan tavsiya qilman. Chunki hammamiz ham biz Uyg'urlarcha ota-onam, dadam, onam deymiz. Hammamizning ota-onamiz bor, dadamiz, onamiz bor. Lekin dadamiz, adamimizni qo'g'lab qolamiz boshqa Uyg'urlarcha. Boshqa ayt singillar o'tib qolarchi, bu vaqtliq, faqat vaqtliq. Shu vaqtni ma'qul deb ishlab bo'lgandan keyin sizni mana bizning adamimiz mana xiyonat qildi deganini chiqirdi. Uyg'urga ishonmaydi. Faoliyatdan to'xtaydi. U davlatlarmi, biz yashayotgan har qaysi davlatlarda yashayotgan davlat egalarimi voy bu Uyg'urlar mishdaq ekan deb bizning gapimizga ishonmas bo'lib qoldi. U vaqtda Xitoylar o'ltiramdi, qiramdi, o'zining siyosatini qilaverdi. Shunga Xitoyning bu taktikasiga tushmanglar Uyg'urlar. Yo'linglardan qaytmanglar. Bir qatim bormaganga vatan 10 yil bormidik. Yana bir narsa o'zgarib ketmaydi. Shu mustaqil turib ishlarimiz elchiga chiqarib olsak, mustaqillikda davomlashtirsak, inshaalloh bir kunlarda mustaqil bo'ldi. Bu vaqtda kelgusidagi o'zimizning bolalarimiz, vatanimiz yana qaytib keldi deb o'ylayman. Ko'p rahmat tavsiyangizga. Assalomu alaykum Elshad Hasan apandi. Hamda xalqaroda Xitoyga bo'lgan qarshilik bo'lib, Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarininki Xitoyga bo'lgan qarshiligi bu savdo urushi, axloq jihatdagi qonun tuzumlar, masalan bu qulluq, emgak, to'g'riliq nihoyatda kuchli bir darajada davomlashib ketyapti.
hem dünyanın vaziyetimi hazır nayette qalaymuqan bir vaqtga kirganda qildi. Yani ba'zi yerlarda urush bo'lyotdi. Hem de Xitoy bundan keyin bu qalaymuqanchilikdan foydalanib taraqqiyotni davomlashtirish imkoniyati bo'ladimi yoki G'arbniki bu har xil shaklda Xitoyni savdo ve Xitoyniki taraqqiyotini cheklash orqali Xitoyniki zo'rlikqa yuzlanish bir tarafga taraqqiy qilishi mumkinmi? Bu to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Bo'ludi. Rahmat. Yaxshi savol. Naytı vaziyatga to'g'ri kelgan. Xitoyningki old bilan javobni bir jumla bilan xuloslasak, Xitoyningki taraqqiyoti to'xtaydi, to'xtadi. İqtisadi jihatdan cho'kib mengyotidi. Chunki har qanday bir diktator hokimiyat o'zining xalqini bo'g'ib, zulm selib, sirtqi bilan bo'lgan aloqani uzish, sirtni dushman ko'rish boshlandi. O davlat zo'rlikqa qarab mangdi. Balkim jiqadamlar bilmasligi mumkin. İkinci Dünya Urushining oldida, masalan, Germaniya, Bismarckning davridan keyin Nobel mukofotida dunyoda birinchi davlatdi. Har yili 40 adam oladigan, Amerikada 4-5 adam oladi. Hitler chiqdi, düşmanni, dünyanın hamısını düşman ko'radigan bo'ldi, kengayimchilik qildi, ideologiyada bo'g'di, uning faşizm ideologiyasi bilan. Shuning bilan biz bildigan Einsteindek mashhur olimlar hammasi qichishga boshladi. Mayli fan jihatdan bo'lsin, ijtimoiy fandan bo'lsin yoki tabiiy fandan bo'lsin, hammasi qochdi. Shuninglar hozir Amerika dunyo bo'yicha birinchi bo'ldi. Germaniya shu o'tirayotgan bilan xeyli jiq keyinda qolib qoldi. Gerçi hozir hamda erkin bir dünya bo'ldi. Lekin yana texnik jihatlarda Amerikaga yetanmadi. Shu oqib qilishi bilan qoldi. Xitoymi bir necha yilning oldida bo'libmi Deng Xiaoping mavzudan o'lib Deng Xiaoping chiqqandan keyin bir mazgil ma'lum darajada ichi o'tish bo'ldi. Shuning bilan Amerika, G'arb dunyosi Xitoyga bo'lgan bir ahmoqona kutishi bilan bular yaxshi Xitoy kommunist o'xshaydi. O'zlarining gap bo'yicha yaxshi kommunist. Bularni o'zgartgan oldu, Sovet Ruslarga o'xshamaydi deb fan texnika ham iqtisodi ham jihatdan G'arbning yordami bilan bugungi kunga kelgandi. Bugungi kun emas, 10 yilning oldingi kunga kelgandi. Ammo lekin Xi Jinping chiqib butun dunyoga bo'lgan jiq to'salg'ularni boshladi. Masalan, jasus tutish deb Amerikaliklarni, Yevropaliklarni sotlab, Kanadaliklarni qilgandan keyin mablag' selish yo'qolyotdi. Masalan, tunugungi xabarda Apple'mi o'zining zavodlarini tadrijiy holda Xitoydan yo'tkazishni boshladi. Shuni dedi. Masalan, Vyetnamga, Indoneziyaga, Hindistonga yo'tkazyapti. Buning bilan yana bir qadamda Xitoyga burunqidek fan texnikada yordam qiladigan shirkatlarni qo'rqinishdi bo'ldi. Chunki Amerikaning bir ikki boyning isbot bagini bor kongressda. Masalan, o'sha shirkatlarni qurib fan texnikada yordam qilgan, ammo hozir pulini ochqanmay, Xitoy bermay, hatto ba'zilarini shu yerda xashlaysa, bo'lmasa hamma musodir qilamiz deyotdi. Shuningga bu hozirgi taraqqiyot Xitoy zo'rlikqa qarab mangdi. Yana bir savolni qo'shib olsam, hozir Uyg'urlarda bu irqiy qirg'inchilikningki uzrab ketishi sababidan bir xil umidsizlanish kayfiyati shakllanyapti. Ham Xitoyning bu yilil nayranglari sababidan bir qism Uyg'urlar xuddi Sharq Turkistondagi zulm ozlig'ayotgandek yoki bu to'xtagandek u yerga berib kelish boshlanib ketdi. Siz Uyg'urlarga mushu umidsizlik, yani bu irqiy qirg'inchilik to'xtamaymi shunday mengaverdigan o'xshaydi deb qaraydigan yoki Xitoy o'zining vaziyatini bundan keyin yaxshilaydi deb qaraydigan Uyg'urlarga qanday bir tavsiyani bersiz? Bu to'g'rimi so'zlab bersangiz? Birinci, biz uzun yıl Xitoyning zulm ostida, zulm tartib, yig'lab kelgan millat, yig'lab bo'lib ko'zining yeshini etib, dardimizni to'kib elib, qo'saq ko'pigini bo'sh to'g'andan keyin unutib qolgan ahvol tarixda jiq takrorlandi. Bu qitimqisi bizning millatimizning mavjudiyatligi bilan Xitoyning etishgan bir cho'ng kurash mana degan vaqtida bizningki o'zligimizni saqlab qolish, Uyg'urligimizni saqlab qolish kurash. Xitoy bo'lsa bizni yo'qtimiz deyotdi. Milliy qirg'inchilik to'xtagani yo'q.
Gerçi Xitoy xalqaraning besimi, bu yerda umid ko'rdigan yerimiz qayya deganda xalqaraning besimi. Bu xalqaraning besimi nereden keldi? Bizning dadil yigit o'g'il qizlarimizdan, analarımızdan, buğularımızdan, yaş ballarımızdan ki dadillik bilan ispat berish, so'zlash, xalqarada ipagan namoyish, har bir hukumatlarga berib arzlarni isbotlar bilan sunib berishi mushuninki natijasida bo'libmi bugünkidek maçında New Yorkninki markazida bo'lgan dunyoga tonilgan Nobel mukofoti olgan Ali Veysel efendimninki nomidagi fondi jamiyatida bunda bir yig'inning ochilishi o'zi biz Uyg'urlarninki bir qadar ilgirlab mengiyotganimiz, natijalarni qazanayotganligimizningki ham millatninki umidining bog'lig'ining dalillari bu. Demek biz tirishsak ma'lum darajada Xitoyni oqiq chekindira olamiz. Masalan, bir misol, bak odamni xo'sh qilmaydi, ammo umid berdigan. Chunchuang bu o'z vaqtida qanchalik hayviylik bilan kelganti, shunchalik qilib ketgan. Oxirsi jazo tizimiga Amerika kirgizdi, G'arbning kirgizishi bilan oxirsi hozir namim yok, ismim yok, fakat çağanda bir qitim çıktı. Bütün siyasi bürosu, merkezi kompartiyaninki vakillik hem nemisinden iyi verdi. Neme için diye vaxtıda xalqaranın besimi, bu besim nereden geldi? Biz Uygurlardan geldi. Biz şu neticelerge sebep bulduk. Bu demeklik bu yerde Uygurlar biz tırışsak ümit var. Bu tirishchanlik bizden başlangan emas, ecdatlarımızdan başlangan. Hazırgıçı davamlaştırıvatımız, yaşlarımız yetilip çıkıvatıdı. Mesela Zumratay bir iki haftanın aldıda mukafat aldı. Bu nime diye vakti bizden yaşlarımızga berivatkan ilham bu. Uygur milletinin yanı bir evlatlarga burunqlarning izini desep, meninglar bu sizlarning milletinglarda ümit var degan signal ma o. Şunun için demek biz Uygurlarda bu ümit var, tirishsak. İkinciden, xalqaro vaziyatga kelgan vaqtida hozir Rus, Xitoy, Iran bular bir xuddi ikkinchi dunyo urushidagi Yapon, Italiya, faşizm, Nazi Germaniya birlashib erkin dunyoga, yana hozirgi zaman madaniyatning taraqqiyotiga qarshi bir diktator hokimiyat tiklaymiz, kengayimchilik qilamiz, boshqa millatlarni kamsitimiz, yo'qitimiz degan bu shiorga qarshi bir kurashga o'pma o'xshash. Hazır Amerika başlık garip dünyası ve hakkaniyet tururgan Müslüman dünyası olsun, meyli Arap dünyası olsun, Türk dünyası olsun, Afrika olsun, hemmesi biz bilen birlikte turuvatıdı. Bula hakkaniyet için turuvatıdı. Biz hemmimiz aldı bilen insan özününki hürmeti bilen, gururu bilen horlanmay yaşaşka kapalet buluş gerek. Bununla xalqaro dünyası şu kapaletki igi qilish uchun tirishayotdi. Ham ma'lum darajada buni amalga oshirdi. Masalan, bizning Dunyo Uyg'ur qurultayining BDTning ichiga kirib so'zlash, Oqsaroyda so'zlash, Amerikaning kongressida, Kanadaning kongressida, Yevropa parlamentida so'zlash. Bularning hammasi bizga bu ichilgan yo'l. Bu yo'l bilan bir G'arbningki erkin dunyoning manfaati, Uyg'ur manfaati bilan birlik keldi. Ham biz mi erkinlik söyüş için şu erkinlikке kurban berip mengiyotimiz, G'arb dünyası mı hazır bu nimdaymiz, bu bir yavuz alvasta kuch bunu yo'qotmasa bo'lmaydiganligini tonib yetib, mayli Amerika olsun, bo'libmi Amerika boshliq bütün tayyorlikni qilyotdi. Xitoy bilan hamon bir ilishadiganning tayyorligini qilyotdi. Bu ahirisi xuddi ikkinchi dunyo urushiga o'xshash, balkim badal cho'ng bo'ladi. Bizmi shu qator badal to'layapmiz, ammo shuningdan keyin bir erkinlikka erishgisi, uning ichida biz Uyg'urlar bor. Rahmat. Kaptan ko'p rahmat. Sizga rahmat. Xalqimizga qanday bir ijobiy fikrlarni yetkazishni xohlaysiz bu yig'indan keyin? Bu to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Rahmet, bu 2 günlük yığırımız naytı mol mezmunluk ötü dep etalayımız. Bizden Tokyo'da ötküzülgen Uygur münbiride bunun da siyasetçilerini, parlamentlerini asası kılıp durup bu Uygur erkek kırgınçılığına kanda kılıp devletlerinin, parlamentlerinin gün tertibine ekireleyimiz. Kanda kılıp kadem baskışını basalayımız diyen meselede fikir elişverişi yak müzakirler boğan bolsa bu kıtımki yığınımızda konkret kademle. Mutaxassislar müşinin ehilleri.
Bizning kamp şahitlerimiz mi? Kelip özünün tecrübelerini, özünün beşini ötken içinçlik hikayelerini oturup koyuş arkalık ve başka halkaradan kelgen, okşamagan dini itikat gruplarının rehberleri bilen, yani şu Uygur erkek kırgınçılıkını bulup mu? Şarkı Türkistan'da elip berilayotgan bu mecburi emgekni to'xtatishning konkret qadam bosqichlari haqida nayt yaxshi taklif fikrlar tushdi. Bunun için şirketler qaysi hareketlerini ep berish kerak, siyosilar qaysi hareketlerini ep, xalqaro tashkilotlar, diniy guruhlarning vazifasi nima deganga o'xshaydigan mushta masalalar to'g'riliq güzel teklif fikirler düştü ve bence bu yığından keyin muş yığın kelgen çünkü bu yığın çıkan insanların naisi köpüncüsü tesirlik insanlar muşu faaliyetlerde muşnak erkek kırgınçılığın to'xtatish de aktif rol oynayan tecrübe sahibi insanlar bo'lganligi için bence muş yığınınki önemi ne bunun keyinki ameliyatı tatbiqlash nuqtai nazaridan naiti mühim paydalık bo'ldi deb o'ylayman. Şununla elbette qildigan işimiz jek. Bir qatimliq yig'in bilan bu ish oxirlashmaydi, to'xtamaydi. Ama ish bo'lmasa bir dastlabki başlangıçlardan biri diyelayimiz bunu. Bu mesele hakkında biz bilmegen bazı meselelerini mi öğrengen bulduk. Özra fikir anlaştırgan buldu çünkü bu kadın bir yer kelgen bazı Uygur kamp şahitleri bilen Holocaust'un yani Yahudi kırgınçılığından kutlup kalgan ve ya ki şunun içinin tadqiqatlarını yapgan mutaxassislar özara tarix bilen bugünni birleştirgen. Tarixten qandaq ders elip bugün yüz berayotgan bu erkek kırgınçılıkni to'xtatish uchun qandaq harakat ep berishning bundaq praktik nuqtalari muzokara qilindi. Shuningga mencha buningki qadam bosqichimizda bu yig'inning nayt ijobiy roli deb o'ylayman. Qimmatli vaqtingizga ko'pdan ko'p rahmat. Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz qarindoshlar. 2 kunlik Uyg'ur erkek qirg'inchiligini to'xtat namidagi bu yig'in nihoyatda muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining naq maydon programmasini mishada oyoqlashtiramiz. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat.